Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning Chechak bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Chechak bayramingizga muborak bo'lsin. Hello, we're drinking big Bronson liquor, dry beer Bronson Chechak. Men G'uljinoyga Chechak bayrami keyinimi intan xursand bo'ldim deydi. Dry beer Bronson glass and draw fucking make it dry beer brown. Bu yerga kelib men yangi odamlarni ko'rdim. Bir-biridan chiroyli, mendirmi chiroyli bolalar ekan deydi. Okay, the dry beer broth, Lord you gave me probably in your mind. Yomon pastda o'tirib ketdilar, deganlar o'rindiq bermadimi deydi. No, zero beer going to be goodbye. Sizni deydi aka. Yumsharoq yerda o'tiring, ashad ko'klab ketmang deydi. Okay, dry beer broth got to fucking maybe dry beer man. Uyingiz nada mashak mangdim deydi-ku bu. So you pray beer go. Voy bu past kishib ne ko'ra bu endi. Dry beer please a fucking become minus. Oh, okay. We say we're companies, Mehmet, we're trying to goodbye. Voy Mehmet, seni men chuluqqa yetishganini ko'rganda qilman bu deydi. The street train me bros got to give me go. Sen o'sha ertsi zavodining boshlig'ida o'tiribsan bu deydi. Our Friday driving a place got to reggae price. Ma inonki qushlarni o'raydigan odam bu deydi. You try me go funky mall. O daraxtni uchishib ketgan qog'ida o'tirdi deydi buni. The biscuit try me get is me drop it bonus. Ishkanlar qilib bir disk o'ynab passanlar qaraganda qanday oldi deydi. Okay, one try me reggae bros get about. Sizni deydi, bir tog'da ko'rganda qilman deydi. You were prosy guy is you driving a bus. Men Amerikadan bultib kelgan ashad bir qo'yil tutilgan odam bu deydi. Every go price you go to. Woohoo, we try me go price now. Voy sen qayoqlarda shisha ochib oldim deydi. Driving bros got to do me smile to find. Mashni tayib olsang ayolim tushunami deydi. Price guys in drive got to reggae bros. Yuzangim uzun yil optab tushungan odamda ho'k ketdi deydi. Driving ball fuck is my is. Chiroying qaramto gampanning tagida ho'k ketgan odamda. Oh, we try to be complete so we go. O, qayerdan qolgan ko'kbosh deydi seni. The same bros into going to driving got by. Ashad bir hafta o'tasang beshingda ko'pak chiqqandi deydi. The three place you got to find a decent way bros. O, sening chugingni mush dehqon o'timiz cho'pis ketib deydi. Okay, the bros got to be nine. O, parat dehqonni deydi. You try to coffee go or driving about fines. Ma yeningdikilar sen qarab otamsan. You can one go bros and to driving. Qachonlardan ko'rik bo'lib ushoqlar ho'k ketdingiz deydi sizni. The same driving go find him alive. Oy, 5 yillik mekenda ho'k ketdik deysiz. Okay, the score bros got to driving bro. Oy, sizlarni deydi bu qo'yilib ketgan qalga ho'k ketdilar deydi. You try to go find his driving bro. Bizning Amerikalar bunda durdur o'ynamoqchilarida qisqa o'ynamoqchilar deydi. Companies get reggae bros can nine. O, haqiqat. When you try to bros go the way you bang, Bu sen deydi seni. it's a couple of 5 minutes. Uydagilar yo'qmi? Baliq san qarab turibsan deydi. Let's go driving bros and get it bang. Mishat kechdi qonamsa deydi bu. Or find your bros and like you driving bro. Po'saq amda edimi? Chiroyli go'shtmi yo'q deydi. You try to go find his driving couple. Diqqat qil deydi. Okay, nee scoring a price in his Java. Oho, ma o'rikning turli tuqqan nimlar o'y deydi. Go and go drive me base got reggae ball. Ma seriqishdan ham shu o'rikning po'qiqimi deydi ani. Or find I drive me go snake driving ball. Hammerangda yanchiqdaymi, pachidan jiqmi deydi seningda. See good driving go find his got reggae bar drive. Keyningda saqchimiz neningni o'qlab ketadi deydi. We to turn bros go to find it bro. Oho, ma ishqilani qalam chiqib qo'yganda o'tiribsan deydi. This is driving go bros on driving go. Gulgamra xotolosdan ko'chirib ketib deydi. Let's go repress easily driving go to make bro. Muqim o'tiringlar tamg'inga chiqadi deydi. This is driving please go to find your drama. Ammo aytgan shuga yanchiqlarni qatiqdan bam deydi. Or find your big got to find it. Ay, beshinglar 3 tug'an bo'lmislarmi deydi. You try to go Berlin. Maqsharablik qilsa qo'polmayslar deydi. Oh, no try to go find his bell. O, sizlar deydi. Okay, we drop it fucking driving go price. Ma yeningdagi qoq nadin tushib keldi deydi. This is driving for Prosigan is me. Daraxtni tushib ketgan qo'rquvchida ho'k ketdi deydi. Prosigan is on driving go annoying. Voy, buning balisi bor deydi. And Prosigan we try because protocol. Sizlarning yo'lishinglar yo'qmi deydi mana. The driving profile is going to be a guy. Soat 5 o'tib ketdi, uy ketdi, la'natli nima ish qilasizlar deydi. The driving Prosigan is meant to driving go. Ya qizil so'mkani ximiy deydi.
Overdraw process like the goals into JB Freddy's. Ya to'tinglar buvang talishib o'tadinglarmi deydi. Retriever, press go to Vegas Mandigo. Chondadamda, qo'rqibimda men petinga. And we go for JB press go to Boys. Qaysilarning chiroysiz yaraydi. CB JB police got to find. Moyoq o'tmanjima, inangiz bo'lmay kullaydiganda qitirdi. O'g'on tayog'ini tazimang yana, ha. If the JB press go to find your ball. Chechak bayrami sizning chechikingizni tushirib o'tmisin deyman. This big conference, thank you very much. Rahmat yo'ldoshlar. Thank you. Rahmat. Assalomu alaykum. Ro'zani albatta o'jida sahnaya chiqsangiz manda chavaklarga qanchasi chuqur chavak chaldi. Ne çavak dinleri, bütün dersim çaldı. Assalamu alaikum. Bugün Eynuz Rahmancan'ın ki Burana şeklinde mağfaliyeti katlaşkan barlık askerdaşlar hem onların müşahit hayırlı olsun. Ben bu tuyursuzda bu kaldı. Bu işler havlu yoktu. Büyük tuyursuzda karar verip kaldı. Biz yaxshi tayyorlik qilolmayapmiz shunday qilsam kayfiyat anlamam yer bir yuqori dalil chiqish uchun va bir chiqish yumorga qo'ying. Rahmat. To'sin degan yer taqib qolsalar. Yani bu işime pekrab turibizda va shish ko'rdi. Baba ajoyib ishlar yuz berdi. Maktab o'qiyotgan o'zimizda Mektep yaxshi o'qigan dardini topgan men shu. Ximiya darslari o'qib o'tish kerak deb sarag'il bolasi o'qimizda bir sinfda. Oldimizda Osmonda birodimizda oshning keyinga kirib ustaylaymiz. En nasıl shu. O'qib o'tish kerak. Vallahi deydi, so'zga uzab ketdi. Kaçıyor, güzel kaçıyor. Bazı ders başlayma, başından başlamamız lazım. Yaman mesele oldu diye bu. Bizim şöyle keyinga kiribmiz. Ximiya dersinde bir gün sunum korumasını bilmedi de her gün öyle dedi. Do'stlar chiqib o'qituvchi sunum formulasi hidrogen ishga o'xshagan bo'lib aniqlanmadi dedi Osmon. Bilimiz ana mana bizga patlagan paytlar ajiblaydi deb chiqaradi. Elskar Osmonni chiqar. Tuniga ulgak o'tiradi, u sunum formulasini yozadi dedi bu. Dil. Ham hidrogen ishga o'xshagan tutgach, ba'zi bitillarni bu qanday bo'ladi? Bo'ri uchun bir sho'rayotdilar. Oksigen ishga hidrogen qoldi-da. Tuniga ochilmadi. Ey, ulgak o'tiradi tuniga. Qanday sunak bo'ldi bu? Sunak hidrogen ishga o'xshagan bo'ldi ma. Seni o'xshagan ishga hidrogen ma, nima kim bu? Stokcha xaponga mana junduniki dezotlar dedi. Avligida bir abina ko'chib ushlab qoldi. Ajoyib qo'shan. Adash, nima bo'ldi? Qo'limga bir guhan tushdi deydi. Qanday qilsam, akam ishkirdin, 17 kun so'ng bir ishdan chiqibdi deydi bu. Ve 17 kun so'ng bir yaramaymiz ishni qilsa, sen odamning naqliga hisob qilgan qo'shib olsa, jisinchi ketdi bu. Bu menga da bir ko'rpaqada bossam, bir talabaga meni bilgan bir qorish bo'ldi. Alloh dedi, kitap. Qanday kelsa birini qo'shadi-da, to'g'ri qo'shib so'yib ketgan şey dedi. Men bunga eshitib gapirdi, bir qo'shmaqa. Sen ko'zimga qarab turib, "Vop, vop" qildi bu ishni. Chiqishni qo'shmaqa. "Vop, vop" ve Xudoyim buva ne qo'shib ketdim, 15 dakika avinen deydi, ishni ko'rayda bosib, bichar ish bilgan kishida qarshi turgan keyinga ketib ko'zgan chapoq deb bir yerda laq o'ssiz yerda jumib chiqadi. Nima deyapti ishdan sen aytdiga sakarga xolbiroq kelib qara, ishni qarab turib 25 ming qo'shadi, to'g'ri chiqib qo'shdi o'qidi. Maşin pazarında bir maşinalarla girsem, bir Hyundai kokusu koydular. Ne çıkıyor desem 60 bin so'm dedi. 45 bin so'm satamsa arkadaşlar Kambola. 47 mi? Kambola. 48 bin satamsa sen 50 bin oylab ki bana. Azrak Kambola. 49 bin so'm alayım alacağım sen. Sakın gidikten Kambola'da durmadı. Vay 50 bin so'm olayım dedi. Yine bu sefer 50 bin so'm. Bir işin aldık bir saniyede taraftarı sansam 2 so'm kam dedim olsunlar. 49 bin 998 'in çıkardı. Yani 2 so'm birini bilmezden bölüp bak Allah sana şah bu toplar kambu ve ne çıkartıyor işte 2 so'm. Ülemse 2 so'mga bir paypa basan 2 so'm koydu da
Kukama şehir olgan ziyanlık beyde de duramadı. İşkisinin etrafındaki ballarını sorsa henüz 100 so'm tutan kodu işkisinin yok. İşkisinin üzerine başımızın aldırsa bir divan olduğunu kara. Aldırdı nurgun işkisinin değil mi? Bu maçın olduğunu sana bakın ey! Dene işkisinin beyle sen kap! Demiş ki sen. Ya bir maşinadan şunu işkisinin desem onu desem işkisinin koşup tüssün dedim bana. Ne kadar var işkisinin gereksem Vanga bir lavaş çıkar dedi. Anlamada çakşakına bırakıyla vardı. Böyle tufurdu. Adam işte ha. Ve tünükü bir sorun düştü. Yumur dedim. Hakikaten külüp telik kaldı kadar. Üygür bayanını demesen külmügen 3 talak verdim dedi mi? O kalsaran mı sen? Yumurun külmügen bayanı talak verdim sen? Ay o külmügen de işkemli için bir telik kaldı dedi.